Al-Farg'oniy haqida 10 ta fakt. Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir Farg'oniy 797-yilda Farg'ona vodiysining Quva shahrida tug'ilgan. 832-833-yillarda Suriyaning shimolidagi Sinjar dashtida va Ar-Raqqa oralig'ida yer meridianining 1 darajasi uzunligini o'lchashda qatnashgan. Olim 861-yilda Qohira yaqinidagi Ravzo orolida nilometrni, ya'ni Nil daryosi suv sathini belgilovchi uskunani yasagan. Damashqdagi rasadxonada osmon jismlari harakati va o'rnini aniqlash, yangicha yulduzlar jadvali, zich yaratish ishlariga rahbarlik qilgan. Al-Farg'oniy Yevropada Alfraganus nomi bilan mashhur bo'lgan. 12-asrdayoq Ispan olimlari Kremonlik Gerardo, Sevillalik Ioan Al-Farg'oniyning Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobini arabchadan lotin tiliga tarjima qilgan. Lotin va boshqa g'arb tillariga tarjima qilingan mazkur asar G'arbiy Yevropada 400 yil davomida falakiyot ilmida asosiy qo'llanma bo'lib keldi. Yevropa uyg'onish davrining mashhur olimlaridan biri bo'lgan Regiomontan 15-asrda Avstriya va Italiya universitetlarida allomaning asarlari asosida astronomiyadan ma'ruzalar o'qigan. 16-asrga kelib, Oydagi kraterlarning biriga Alfraganus nomi berilgan. Bizgacha allomaning 8 ta asari yetib kelgan.